Yegiz kelyapti, o'sha fast foodda ham yeb ko'rgansizki, yegiz kelyapti o'sha narsa. Lekin voz kechsa bo'ladi bu narsa. Keyin 6dan keyin umuman ovqatlanmagin deydi. Lekin u odam aslida 12-1da uxlaydi. O'zbekistonda nahadu ko'p yeyiladi. Eng shohona dasturxon bizda kechqurun, ya'ni kech ovqatlanish. Noto'g'ri ovqatlanib boryapsizda, oqibatida qanaqadir kasalliklar kelib chiqyapti va o'sha kasallikka pulingizni sarflaysiz. Men ismim Rayona, 6 yillik tajribaga ega nutritsiologman. Hozirgi kunda O'zbekistonda ishlayapman. Ya'ni O'zbekistonda faoliyatimni yurityapman. Juda ham ko'p beriladigan savol. Dietologlar bular tibbiyot sohasida o'qigan insonlar, ya'ni meditsinskiy образование olishadi bular. Nutritsiologlar bularga обязательно bunaqa nauka kerak emas. То есть bakalavr основаниесida o'qiydi yokida qanaqadir sertifikatga ega bo'lishi kerak. Dietologlar ko'proq kasalliklar bilan ishlaydi. Bular ko'proq klinikalarda, qanaqadir shifoxonalarda ishlaydi. Nutritsiologlarni основной uchratishingiz mumkin fitness zallarda yokida o'zlari qanaqadir markazlar ochadi. Ya'ni biz nutritsiologlar to'g'ri ovqatlanishga targ'ib qiluvchi insonlar hisoblanamiz. Profilaktika bilan ishlaymiz, ratsion hisoblash misol bo'yicha. Liba, например, aytaylik, qanaqadir детский sadik ochmoqchisiz, siz bog'cha va siz u bog'chaga to'g'ri ovqatlanishni kiritmoqchisiz. Bolalarga misol 5 vaqtli pitaniya. Biz shunga qarab, yoshiga qarab tuzib chiqamiz. Dietologlarni основной masalasi qanaqadir kasalligingiz bo'lsa, shu kasallik orqasidan ishlaydigan insonlar. Birinchi o'rinda palapartish ovqatlanishadi. Juda ham ko'p. O'zbekistonda nahadu ko'p yeyiladi. Eng shohona dasturxon bizda kechqurun, ya'ni kech ovqatlanish. Chunki kunduzman hammani eri ila yaqinlari ko'chada bo'ladi, kunduzi ham eng shohona ovqatni, eng kaloriyaga boy taomni kechqurun iste'mol qilishadi. Qolaversa bizda yig'inlar juda ham ko'p, o'tirishlar, gaplar, yurishlar, u joyda aralashib ketadi ovqatlar. Palaparchi xohlaganini yeb tashlaydi. Mana shu narsa eng katta semirishga olib keladigan narsa hisoblangan O'zbekistonda. Samый prям katta narsa. Juda ham xamirli narsalar iste'mol qilinadi. Ertalabdan somsalar, issiq nonlar, misol uchun norinlar, mantilar, lag'monlar, bular hammasi prям eng ko'p uchraydigan narsa. Suv. Toza suv kamdan kam iste'mol qiladi O'zbekistonda. Yoshlarni ham ko'rsangiz, prям faxrlanib kola ko'tarib olishadi, energetik ko'tarib olishadi. Oddiy suv kamdan kam iste'mol qilinadi. Sho'rvalarimiz foydali, mastava, moshxo'rda, dukkakli narsalar hali ham juda ham foydali hisoblanadi. To'g'ri, kilokaloriyasi katta, lekin foydali. Bug'doydan qilinadi, foydali ovqat hisoblanadi. Ayronlar, например, har xil suzmali salatlar, achchiq chuv salatlarimiz ham, misol uchun biz ham o'zbekona olganimizda bularni bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Даже shashlikni ham bemalol ayta olaman. Shashlikni agar yoqsiz, o'zingiz bilgan odamda pishirtirsangiz yesangiz bo'ladi. Oshda juda ham yog' ko'p qo'shiladi. Misol uyda pishirsangiz foydali. Ko'chada iste'mol qilsangiz kilokaloriyasi baland va qolaversa ko'chada har xil yog'larni qo'shib tashlaydi. Misol bitta olivka yog'imi olivka yog'iga bo'lmaydi u. Har xil yog'lardan qiladi, например. Sho'rvasiga ham suvga ham oddiy suv qo'shmaydida, ko'pincha qazilarni suvlarini qo'shib yuboradi. Kilokaloriyasi baland, yog'li, guruch ham juda ham tirik bo'ladi ko'pincha. Shuning uchun to'g'ri ovqatlanish ichida bu narsa yo'q o'zi aslida. Agar siz uyda sabzilarni ko'p qilib, bitta yoqqa, например, pishirsangiz, o'zingiz me'yorida, to foydali, конечно. Hammasi foydali deb ayta olaman bemalol, chunki hammasini o'zini xususiyati bor. Misol uchun grechka bu uglevod, foydali uglevod, ya'ni kuni bo'yi energiya beradi. Bizani mana gaplashishimizga ham, yurish turishimizga bizga energiya kerak bo'ladi. Biz energiyani uglevoddan olamiz. Grechka juda ham temir moddasiga boy, ya'ni qonni ko'paytirib beradi. Sabzini olsak, misol zreniyamizga foydali. Bu sabzavot hisoblanadi. Tim bo'l O'zbekistonniki immunitet zo'r yetishtiriladi. Qattoni olsak, qattu ichki mikroflorani yaxshilaydi. Например, kalsiyni mustahkamlaydi, osteoporozni oldini oladi. Ya'ni hammasini o'zini vazifasi bor. Bittasi foydali demayman, bular barchasi foydali. Просто o'zini xususiyati bor ularniki. Mahalliy mahsulotlarimiz foydali, lekin nega ovqatlarimiz foydali emas?
Chunki juda ham et va mong aralashtirib tashlaydi. Biza birinchi bergan savolingizda men aytdim, pala-partish bo'lib ketadi demoqman. Shirin qilish uchun ichiga hamma qo'shiladi bizada. Oddiy misol shashlik. Bunda olib qarasangiz go'sht. Agar zira bilan tuz qo'shsangiz bo'ldi, u normalniy yesangiz bo'ladi. Lekin bizaniki ustiga kola qo'yib tashyapti, energetik qo'yib tashyapti, например, o'sha go'sht yumshoq bo'lishi uchun har xil narsalar bilan уже kilokaloriyasini ko'paytirib, foydali taraflarini yuvib tashyapti. Xuddi shunaqa narsa. Shu har bir narsa o'zi foydali agar uni foydali va mazali qilib tayyorlasangiz. Fikrim yaxshi emas. Fast food tez tayyor bo'luvchi hisoblanadi. Например, oddiy qilib aytganda o'zimizda ham, например, oddiy qo'ylarni semirtirish uchun jo'xori berib semirtiradi, to'g'rimi? Nimaga fast food zararli? Fast food nonga jo'xori uni qo'shiladi. Shuni hisobiga semirtiradi. Har xil, например, ishiruvchi narsalar bor. Yaxshi pishirilmaydi, например, xamirlari. Ichida, например, обычный go'shtni olib ko'rsangiz, go'shtimiz o'ylaymiz, kotleta deb o'ylaymiz. U sof go'sht emasda, har xil konservantlar narsalar qo'shilgan, например, quyoshda qolib ketadi, ochuvli joyda bo'ladi, har xil ketchup, mayonezlar qo'shiladi. Например, обычный o'sha mayonez, например, men bu oshqozoningiz bo'lsa, mayonez organizmga tushgandan keyin plyonka bo'lib qoladi. Plyonka bo'lib yopib qo'yiladi полностью. Men bu varsinkalar bor, o'zimizdan o'sha varsinkalar harakat qilib turish kerak, yo'q, полностью hazm qilish jarayonini qiyinlashtiradi. Gazli ichimliklarni aytadigan bo'lsam, qo'pol qilib aytganda, organizmda misolcha yomon gazlar yig'iladi. Biza u gazni chiqazib yuborishimiz kerak. Siz tasavvur qiling, ko'chadan, ichkaridan, tashqaridan olib, uni ichingizga solyapsiz. Gazli. Gaz narsani umuman tabiat yaratmagan bu narsani. Bu faqat inson o'ylab topgan va o'shani napitkalarga, har xil hid beruvchi narsalarga qo'shgan. Ya'ni tabiat yaratmagan narsani yemaslikni maslahat beraman. Bu bizga Yevropadan kirib kelgan, например, Amerikadan kirib kelgandan keyin bu ommalashib ketdi. Odamlar shu narsaga o'rganib qoldi, oson bo'lib qoldi, chunki ko'chaga chiqasiz, hamma joyda bor. Oldinlar ahamiyat berib ko'ring, odamlar oddiy narsalar yeyishgan. Yer tushgandan уже asal paydo bo'lgandan keyin uni inson mazasini totib qo'ygan, vkusovoy retseptorlar o'shani yeyishga o'rgangan, mazza qilishni boshlagan, odam yegisi keladi. Misol qanaqadir shirinlikni ham yegisi kelyapti, o'sha fast foodni ham yeb ko'rgansizki, yegisi kelyapti o'sha narsa. Lekin voz kechsa bo'ladi bu narsadan. Umuman hayotdan olib tashlasa bemalol можно. Например, men umuman olib tashlaganman, men 4 yil bo'lyapti, umuman prям yemayman fast food. Prям yemayman. Yo'l qat'iyatlilik. O'zingiz xuddi mana motivatsiya kerak emas bu narsaga. O'zingiz o'sha narsaga o'rgatishingiz kerak, o'sha narsani. Bilasiz, sizga u zarar qilyapti, например. U sizni qarilikka olib keladi, например, qanaqadir kasalliklar kelib chiqadi uni orqasidan. Bo'ldi, o'sha narsani o'ylash kerak. O'zingizda vizualni nimadir bo'lish kerak-da, men mana shu insonga o'xshash xohlayman, yoki shunaqa tanaga ega bo'lish xohlayman. Вот o'sha narsa уже bo'ldi, yetadi. O'zingizni dissiplinada olib yursangiz, hamma yemaysiz, umuman aytganda, yemaysiz. Shunaqa. Birinchi o'rinda aytaman, o'zi umuman yer yuzida 75% kasallik, 75% prям noto'g'ri ovqatlanishdan kelib chiqadi. Qolgani issiqdan, sovuqdan, stressdan bo'ladi. Ya'ni birinchi o'rinda kasallikni oldini olasiz. Chunki yosh o'tgan sari insonlarda qanaqadir kasalliklar kelib chiqadi. Bu bor narsa hammamizda. Mana shu kasallikni oldini oladi, birinchi sababi. Ikkinchisi, osteoporozdan saqlaydi. Hozir ko'payib ketgan, ahamiyat bersangiz, ko'pchilik protez qo'ydiryapti oyog'iga, kalsiy yemirishlari kelib chiqyapti. Mana shu narsani oldini olasiz. Ya'ni o'sha yoshligingizni saqlab qolasiz, go'zalligingizni, например. Aytsak bo'ladi, endi kasalliklarni hisoblab o'tsam juda ham ko'p, 60 xildan ziyod ko'p kasalliklar bor. Aytsam juda uzoq bo'lib ketadi. Shu kasallikni oldini olasiz, например, o'zingiz bodri yurasiz, energiyaga to'yinib, например, даже обычный universitetda o'qisangiz ham, maktabda o'qisangiz ham mazza qilib o'qishga borib kelasiz. Ya'ni ustoz aytayotgan narsalarni zo'r miya priнимать qilishni boshlaydi. Ya'ni ong ostingiz ham zo'r ishlaydi, miya faoliyati ham. Bu narsaga ko'p narsa bog'liq bo'ladi to'g'ri ovqatlanishga. O'sha aytganimdek 75% kasallik kelib chiqish sababi bu noto'g'ri ovqatlanishdan. Ota-onalarga 5 mahal, 6 mahal kam-kamdan tez-tez ovqatlantirish bolalarni. Ko'chadan ovqatlantiradi. Misol hozir aytganimizdek fast food, boshqa narsalar bilan bolalar o'rganib qolgan, ko'nikib qolgan. O'sha pizza yemasa bo'lmaydi, fast food o'shani uyda tayyorlab berishini, ya'ni alternativ. Qolaversa, например,
kolalar, energetiklar, bolachalar ham, например, qanaqadir har xil yupilar, например, suvli ichishadi-da, mana shu narsani oddiy suvga alishtirishligini, ko'proq suv ichirishi. Chet davlatlarga borsangiz, например, ko'rgan bo'lsangiz ham kerak, sumchkasida yonida har doim shaker или qanaqadir suv ko'tarib yuradi. Bizani ko'chaga chiqsangiz, hammani qo'lida kola bo'ladi, или energetik bo'ladi yoshlarda. Mana shu narsani oddiy suvga alishtirish kerak. Uyda ham, например, o'rgatish kerak bolalarni o'sha grafinga, nimagidurga stol ustida har doim suv turishi kerak. Shunga o'rgatib borish kerak yoshligidan. Prinsipi shu qoidalarga amal qilsa, bolalar sog'lom bo'ladi. Birinchi o'rinda oqsil deb aytaman. Oqsilli taomlar, baliq yeyishi, parranda go'shtini, tvoroglar yeyishi maslahat beraman. Qolaversa vitamin D ga boy mahsulotlarni iste'mol qilish kerak. Qattiq shunga o'xshash narsalarni, brinza, sirlar yesa bo'ladi. Tolalarga boy narsalar, olma sulusi, например, olma yesa bo'ladi, sabzavotli kletchatkaga boy narsa. Sulu bu овсянка deyiladi. Овсянка, grechkalar yeyishi, sabzavotlar, например. O'zimizdan sabzavotlar juda ham foydali. Pomidor, bodringlar, zelenlar, ya'ni kletchatkaga boy narsalar. Karomlar, например, bizada rediskalar, hamma narsaning o'zining sezoni bor. Qolaversa mevalarimiz ham juda ham foydali. Sezonga qarab mevalarni ham iste'mol qilish kerak. Misol hozir mana kuz faslimi, uzum chiqyapti, например, anor chiqadi yaqinda, уже chiqqan ham, уже, наверное, свежийlar. Bu shularni ko'proq iste'mol qilish kerak. Foydali yog'lar. Yog'lar avokadodan olsa bo'ladi. Zaytun yog'i iste'mol qilish kerak. Qolaversa toplённое масло bor, bu ham juda ham foydali. Ertalabda ham, например, где-то bir kusok nonga sariyog' surib yeyish ham maslahat beraman yosh kattalarga, bu juda ham foydali. Qarang, bizdan tarelkamizni olamiz, например, bir kunlik tarelkamiz. Tarelkani biz har doim 3 qismga bo'lib olishimiz kerak. Bir qismini kletchatka bilan, bir qismini uglevod bilan, bir qismini oqsil bilan to'ydirishimiz kerak. Endi bularni o'zini vazifasi bor hammasini. Biz bugun yegan ovqatimiz bizga energiya beradi, kuch beradi. Qarang, uglevodni olamiz, foydali uglevodlar. Grechka bo'lishi mumkin, misol uchun kunni 50-55% uglevod bo'lishi kerak. Uglevod, например, bulgur bo'lishi mumkin o'tda. Misol uchun guruch ham kiradi uglevodga, foydali narsa. Perlovkalar, например, dukkakli mahsulotlarimiz, mosh, например, no'xatlar, mana shu narsalar. 20-25% oqsil bo'lishi kerak. Ya'ni go'sht, baliq go'shti, parranda go'shti bo'lishi mumkin. Tvorog, tuxumi oqi bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash narsalar. Bir qismini kletchatka bilan to'ydirishimiz kerak. Ya'ni sabzavotlarimiz, zelyoniy narsalar, brokoli bo'lishi mumkin, bodring bo'lishi mumkin bu narsa, shpinat bo'lishi mumkin. Endi juda ham ko'p brokoli, aytgandek, kabachki, boshqa narsalar. Обязательно uning ichida yog'i bo'lishi kerak tarkibida. Zaytun yog'i bo'lsa ham bo'ladi, avokado, qanaqadir tuxumni sarig'i, toplённое масло aytgandek, bularning hammasi foydali. Va qolaversa, mana o'zimizdan o'zbeklarda qo'y yog'ini aytamiz, ya'ni kurjuchniy yog'. Bu ham juda ham foydali. Me'yorda iste'mol qilinsa, barchasi foydali. O'simlik yog'lari, to'g'risini aytaman, oldinlari qanchadir miqdorda foydali bo'lgan. Hozir bular rafinirованный maslani hisobiga kiradi. Men foydali elementi bor deb ayta olmayman. Noto'g'ri ovqatlanib boryapsizda, oqibatida qanaqadir kasalliklar kelib chiqyapti va o'sha kasallikka pulingizni sarflaysiz, energiyangiz ketadi, vaqtingiz ketadi, yugurasiz, ishga bormaysiz, to'shakka mixlanib qolasiz. Undan ko'ra sog'lom ovqatlangan yaxshi-ku. Keyin sog'lom ovqatlanish qimmat emas, bunda olib qarasangiz. Prosta bizanikilarda shunaqa narsa bor, to'shta sog'lom tarelkada qimmat nimadirlar bo'lish kerak degan narsalar bo'ladi, tushunchalar. Yo'q, o'shan oddiy narsadan ochsangiz bo'ladi. O'sha yeyotgan go'shtingizdan olasiz. Tvorog ham unaqa qimmat emas, bundoq olib qarasangiz. Grechka вообще arzon narsa, например. Овсянка вообще arzon. Bozorda 5000-6000 so'mda kilosi. Perlovkalar arzon hisoblanadi. Misol uglevodlar, tuxumlarimiz ham unaqa qimmat narsa emas. Brinza, sirlar ham qimmat emas. Hatto bu yemay qo'ygandan ko'ra shularni yeyishni tavsiya beraman. Qimmat emas. Bu prosta miyada shunaqa. Ular qanaqadir videolarni ko'rib olishadi, chet ellikini tam pashtetlar, tam bilmayman, qanaqadir avokadolar, nimalarni kesib, ili lososlarni qo'ygan hisobiga ular qimmat degan narsa bor. Yo'q, foydali ovqat o'sha yeb ichayotgan narsangiz ichida bor. Prosta saralab olishingiz kerak bo'ldi, sortirovka qilib. И всё, в принципе. Qimmat emas. Bu noto'g'ri narsa.
bizada aytishyapti hozir voy sabzavotlarimizda o'sha foydali narsalar, elementlar qolmayapti deyishadi. Yo'q, bor foydali elementlar. Katta mifda sразу ayta olaman. Keyin kimlardir umuman qanaqadir dietolog bo'lsa faqat batlarga o'tkazib qo'yapti, vitaminlarga. Tonna-tonnalab oldini ko'rsangiz tonna-tonnalab qanaqadir batlar vitaminlar ichadi. Yo'q, bu ham mif. Keyin oltidan keyin umuman ovqatlanmagan deydi, lekin u odam aslida 12-1da uxlaydi. Bu ham juda ham noto'g'ri narsa. Buni ham to'g'ri taqsimlab berish kerak. Insonni yashash sharoitiga, uxlab turishiga qarab, mana shu nutritsiologlar, dietologlar shu основанияda ishlash kerak. Miya faoliyatiga qarab, ish jarayoniga qarab 6dan keyin yema degan narsa bu juda ham noto'g'ri narsa. Meni даже o'zimni obunachilarim biladi. Men 9-10 da ham ovqat qo'yaman yeyotganimni, chunki bu normal holat. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Bu norma. Ovqat uxlashdan 4 soat, 3 soat oldin cheklash kerak ovqatlanishni. Lekin bu degani 6dan keyin kategorически yema degani emas. Bu deganim endi hozir yana ko'payib ketmasin, to что 9-10 da ham любой narsa yesa bo'lar ekan deb. Yo'q, o'zini, to есть joyi bor nima? Qozon ovqat emas, конечно. Salat, kefir, bodring, shunga o'xshash narsalar yesa bo'ladi. No, anaqa emas. Nima deydi? Ovqat emas, qozon ovqat emas. Shu ma'noda. Angelina Jolie, Rayhon Ganimova, Munisa Rizayeva, Shakira, Kim Kardashian, Saida Mirziyoyeva. To'g'ri ovqatlaning degan bo'lardim. Sababi nafsini jilovlay olgan inson hayotda hamma narsaga erisha oladi.